Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz sarf darsimizning 17-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda ismning jamid va mushtaqdan iborat ikkiga bo'linadiganligi haqida so'zladik. Endi biz bugun shu darsimizning davomi bo'lgan mushtaq ismlar qaysi degan bu haqida so'zlaymiz. Biz ismningki jamid va mushtaqdan iborat ikkiga bo'linadiganligi va jamid ismning nima ekanligi, mushtaq ismning nima ekanligi haqida tushunchaga ega bo'ldik. Endi biz unda olsa mushtaq ismlar qaysilar deganda al-mushtaqat, ya'ni mushtaqlar haqida so'zlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Al-mushtaqat. Mushtaq ismlar birinchidan ismi fa'il. Ism fa'il mo boshqasidan ilinadigan mushtaq ism. Ikkinchisi ismi maf'ul. Uchinchisi as-sifatul mushabbiha. To'rtinchisi ismi tafdil. Beshinchisi ismi zaman vel makan. Oltinchisi ismul ala. Endi birinchisi ismi fa'il. Ismi fa'il degan nima deganda biz ism fa'ilning nima ekanligini durust lug'at o'rganib bo'lgan. Shundaq bo'lsaqmi bu yerda qisqacha takrorlab o'tamiz. Biz qisqa tushungan vaqtimizda ismi fa'il deganimiz bir fe'ldan shu fe'lni qilgan kishini bildirish uchun chiqargan ism. Masalan, daraba desak, bu daraba degan urdi degan mushu fe'ldan urg'uchi, mush ishni qilg'uchini ifodalash uchun bir ismni yasaymiz. Mush yasagan ismimizning bo'ladi, ismi fa'il bo'ladi. Masalan, kataba, daraba. Kataba degandan, yozdi degandan yezishdan iborat bu ish harakatini qilg'uchini ifodalamoqchi bo'lsak, buni uyg'urchasining bo'ladi, yozg'uchi bo'ladi. Darabadan-chu urg'uchi bo'ladi. Buning arabchasining bo'ladi deganda 3 harflik fe'ldan fa'ilun o'lchimida chiqadi. Unda bo'lsa katabadan katibun, darabadan daribun mush o'lchamda chiqadi. 3 harflikdan fa'ilun o'lchimida chiqadi. 3 harflikdan boshqa fe'llardan desa, 3 harflikdan boshqa fe'llarda mudari holatida mudari harfini tashlab, shuning o'rniga pasha qilgan mimni kelamiz, oxirining ilgiristiki harfini zir qilamiz. Nima bo'ladi? Masalan, akrama degan fe'ldan ism fa'il chiqarmoqchi bo'lsak, nima bo'ladi? Mukrimun bo'ladi. Yukrimu degandiki yana tashladik, pasha qilgan mimni qo'ydik. Oxirining ilgiristiki ra harfini zir qildik, mukrimun bo'ldi. Boshqa hammasini shunda mustag'firun, mustakhrijun deganga o'xshaydi. Endi darsimizga kelsak, bismillahirrohmanirrohim. Ismul fa'il. Ismi fa'il. Ism fa'il degan nima deganda ismun yusaghu lid-dalalati ala man fa'ala al-fi'la ala wajhi al-huduth. Ismi fa'il deganimiz hudus yo'liga asosan, ya'ni hodisa yo'liga asosan fe'lni qilgan kishiga dalolat qilish uchun chiqarilgan ism. Hodisa yo'liga asosan fe'lni qilgan kishiga dalolat qilish uchun chiqarilgan ism. Endi bu yerda sizlarga yod bo'lgan bir gap bor. U qaysi deganda hudus yo'liga asosan. Hudus yo'liga asosan degan nima degan gap deganda ba'zi fe'llarni qilguvchi unda hudus shaklida vaqtliq bo'ladi. Masalan, katibun desam yozg'uchi degan bo'ladi. Daribun urg'uchi. Urg'uchi degan odam davomli urg'uchilamdi. Hayotining oxirigacha bu bo'lgan sifatmi? Yo'q. Unda bo'lsa biz buni hodis shaklda harakatni qilgan kishini bildiradigan ismi bo'ladi, ismi fa'il bo'ladi. Shu fe'ldan chiqarilgan ismi bo'ladi, ismi fa'il bo'ladi. Masalan, akatibun akhuka darsahu. Qarindoshingiz darsini yozg'uchimi? Sen bu yerda katibun, kataba degan fe'ldan chiqqan, shu fe'lninki qilgan kishini bildiradigan shakli, ya'ni ismi fa'il shakli. Bo'ldi, ismi fa'il deymiz. Masalan, Batur bo'ldi, Qaysar bo'ldi deymiz. Masalan, Shuja degan shu botir bo'lish degan shu fe'lninki qilg'uchni bildirdi desak, ammo bu shuja botirlik degan bu sifat vaqtli sifatmi? Xuddi daribun deganga o'xshash? Yo'q. Bu davom bo'ladigan subut shakldagi nima sifat. Ammo ism fa'il degan anda subut ma'nosi bo'ladi, ya'ni davom turadigan sifat emas ism fa'il degan. Bir vaqtli sifatni ifodalaydi. Urg'uchi, yozg'uchi, bog'uchi deganga o'xshash. ويشتق من الأفعال الثلاثية على وزن فاعل deydi. Chiqiradi, yushtaqu degan gap chiqiriladi 3 harflik fe'llardan fa'il o'lchamiga asosan. Masalan, nasirun, qailun, va'idun, ramin, qadin, shaddin. Demak, sahih fe'l olsun, nasirun deganga o'xshagan.
o acvab fe'li olsun, qailun deganga o'xshagan. Va'idun bo'lsin, misol fe'li olsun, ramin naqis fe'li olsun, qadin, shadin deganga o'xshagan mudaaf fe'li olsun, fa'ilin o'lchamida chiqadi. Ammo chiqarish jarayonida buning o'zgarishlar bo'ladi. Biz buni ilgari soat darsimizda so'zlab bo'ldik. Ya'ni qailundagi hamza nereden keldi? Ramindagi ya ne ketdi? Qadindagi ya ne ketdi? Deganga o'xshagan buning sabablarini biz so'zlab bo'ldik. Buni bu yerda takrorlamaymiz. Demak, ismi fa'il sulasi 3 harflik fe'ldan fa'ilin o'lchamida chiqadi. Bu bir qoida. Unda bo'lsa, sulasi bo'lmagan 4 harflik, 5 harflik, 6 harflik fe'llardan qanday chiqaramiz deganda ويكون من غير الثلاثي على وزن مضارعه المعلوم بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة deydi. Üç harflikning boshqasidan bo'ladi. Ma'lum muzari'ning o'lchimida bo'ladi. Mudari'at harfini tashi qilgan mimga almashtirish bilan va kasri ma qabla akhirih. Oxirisining ilgirki harfini zir qilish bilan. Xuddi akrama degan fe'lni chiqarmoqchi bo'lsak, bu 3 harflikdan ortiq shundaqo yoki istag'fara degan fe'ldan ism fa'il chiqarmoqchi bo'lsak, buni muzari'sini kelamiz. Nima bo'ladi? Yukrimu, yastaghfiru bo'ladi. Endi buning mudari'at harfining o'rniga tashi qilgan mimni qo'yamiz. Undan keyin oxirining ilgirisidagi harfni zir qilamiz. Nima bo'ladi? Mukrimun, mustaghfirun bo'ladi. Mukrimun, mustaghfirun, mutakhasimun, mutajammi'un, muxtarun, mustaffun deganga o'xshagan. Endi bu ismi fa'ilning birlik shakli, ikkilik shakli va ko'plik shakli bo'ladi. Masalan, fa'ilun qilg'uchi, katibun yozg'uchi, daribun urg'uchi. Bu erlik birlik shakli. İkilik shakli fa'ilan, ko'plik shakli fa'ilun. Bu erlik shakllari. Biz erlik shakldagi ism fa'illarni birlik, ikkilik, ko'plik shaklda ifodalamoqchi bo'lsak, mush 3 o'lchamga solamiz. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Katibun, katibani, katibuna. Daribun, daribani, daribuna. Mush o'lchamda. Endi mushning ayolligicha ayollik shakldagi birlik, ikkilik, ko'plikni qanday ifodalaymiz deganda fa'ilatun, fa'ilatan, fa'ilatun. Mush o'lchamda. Katibatun, katibatan, katibatun. Mush o'lchamda chiqadi. Üç harflikning ko'picha desa, umuman shu o'xshash. Mukrimun, mukrimani, mukrimuna, mukrimatun, mukrimatani, mukrimatun. Mana mushu bo'yicha buningdan ismi fa'ilningki birlik, ikkilik, ko'plik, ayollik birlik, ayollik ikkilik, ayollik ko'plik shakllarini mush o'lcham bo'yicha qo'llanamiz. Endi buni tushungan bo'lsanglar, ko'nikma da' ismal fa'il ma'a zikri sababihi min kulli fi' mimma ya'ti. Endi tuandagi fe'llardan ism fa'il chiqarsizlar. Va qaysi xil o'lchamda bo'lsa, shu xil o'lchamda chiqarsizlar, buning sababini bayon qilasizlar. Masalan, jalasa degan fe'lning ism fa'ili nima chiqadi? Jalisun chiqadi. Nimishqa? Chunki u sulasi bo'lg'achqa fa'il o'lchamida chiqariladi deymiz. Shunga o'xshagan sababini bayon qilasizlar. Bu bugungi darsimizdagi birinchi mazmun. Ikkinchi mazmun ismul maf'ul. Ism maf'ul degan nima desa, sharkat ustiga tushgan ismni bildirish uchun. Shu fe'ldan sharkat ustiga tushganni bildirish uchun chiqarilgan ism. Ya'ni ism fa'il qanday chiqaramiz deganda deydi, ismul maf'ul. Ism maf'ul qanday chiqariladi deganda ism maf'ul yusaghu ismul maf'ul lid-dalalati ala man waqa alayhi al-fi'l. Ism maf'ul chiqariladi, yusaghu yushtaqu degan bir ma'noda chiqariladi. Sharkat uning ustiga tushgan kishini qanday qilish uchun dalolat qilish uchun. Shu fe'lning labzidan chiqarildi. Shu fe'lning nimasidan labzidan. Masalan, daribul urg'uchi ism fa'il shunda. Endi mushu fe'lning o'zidan ismi maf'ul chiqarmoqchi bo'lsak qanday chiqaramiz? Madrubun, urulg'uchi, ya'ni tayoqni qanday qiluvchi, yeguvchi. Qaysi o'lchamda? Maf'ulun o'lchamida chiqadi. Sulasi 3 harflik fe'lning qaysi o'lchamda? Maf'ulun o'lchamida. Deydi ويكون من الثلاثي على وزن مفعول ثلاثيدin ya'ni 3 harflik fe'ldan maf'ulun o'lchimida bo'ladi, xuddi madrubun, mamduhun deganga o'xshash. Endi 3 harflikning boshqasidan-chi desa va yusaghu min ghayri الثلاثي على وزن المضارع المجهول بإبدال حرف المضارع ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر. 3 harflikning boshqasidan fi'l mudari majhul
ölçümüge asasen çıkırıldı. Yani fi'li mudari'ninki mec'ulusuna kelimiz bi ibdali harfil mudari' mimen madmuma. Mudariyet harfiga peşi qilgan mimni almashtirish bilan va oxirining ilgirisi karitni qana qilish bilan zavar qilish bilan. Nima bo'ladi? Yukramu desak, buningga peşi qilgan mimni kelimiz, oxirining ilgiriki rani zavar qilamiz. Nima bo'ladi? Mukramun. Mukramun hurmatlanguvchi. Yustaghfaru mustaghfarun. Mustaghfarun. Yutadawul mutadawalun. Yustafa mustafa. Yuxtar muxtar deganga o'xshagan. Demak bu o'xshash fe'l mudari o'xshamaydigan tarafi bu majhul shakldan chiqariladi. Shundaqla oxirisining ilgirki tarafi buningda qanaqa qiladi? Zavar qilinadi. Endi bu yerda shunday bir eskartma bor. Ismi fa'il lozim fe'lni qanday qilmaydi? Chiqmaydi. Faqat mutaaddi fe'ldan chiqadi. Unda o'z lozim fe'ldan ism maf'ul chiqarmoqchi bo'lsa qanday chiqaramiz deganda la yusaghu ismul maf'ul illa min al-fi'l al-mutaaddi. İsmi maf'ul faqat mutaaddi fe'ldan chiqariladi. La yusagh chiqarilmaydi. Faqat mutaaddi fe'ldan degani faqat mutaaddi fe'ldan chiqariladi. Fa iza urida siyaghatahu min fi'lin lazim agar fe'l lozimdan chiqarmoqchi bo'lsa fayajibu an yakuna ma'ahu zarfun aw masdarun aw jar majrur. Endi fe'l lozimdan ism maf'ul chiqarmoqchi bo'lsak, uning bilan billa shu maf'ullan billa ya zarb bo'lish kerak, ya masdar bo'lish kerak yoki jar majrur bo'lish kerak. Masalan, nama degan bu lozim fe'l. Nama degan fe'ldan biz ism maf'ul chiqarmoqchi bo'lsak, cho'qim bilan bilinib kirish kerak, zarb bilan kirish kerak. Uxlash degan nima bo'ldi? Bir o'rinda. Shunday o'shunga bu yerda zarb kirish kerak. Masalan, as-sariru manumun ve manum da bu ism maf'ul chiqardik, lozim fe'l. Keyin cho'qim kirish kerak zarf. As-sariru manumun fawqahu. Zarf degan nima? Vaqt yoki o'rin ravishi. Bu yerda fawqda bir o'rin ravishi bo'ldi. As-sariru manumun fawqahu. Karvat uning ustida uxlanadi. Ya'ni ism maf'ul. Manum yoki fawq degan nima bilan keldi? Ism maf'ul zarf bilan keldi. Al-ardu mutasabaqun alayha. Zemin uning ustida musobaqa qilishinadi desak, bu yerdagi mutasabaq ism maf'ul bo'ldi, lozim fe'ldan chiqqan. Bu lozim fe'ldan maf'ul chiqqan, ism maf'ul chiqqan vaqtida uning bilan ya zarf ya harfi jar majrur bilan kirish kerak deb, bu yerda alayha degan jar majrur bilan keldi deymiz. Hal mafruhul yawmi farhun azim. Bugungi xushallik qattiq xushallik bo'lsa, ya'ni mafruhun ya'ni xushal bo'ladigan ish degan gap endi. Bu yerda fariha degan ism fe'l lozimdan ism maf'ul chiqib edi. Buning bilan birga farhun degan masdar shu birga keldi. Demak, qoida shuki, lozim fe'ldan ism maf'ul chiqarmoqchi bo'lsak, uning bilan birga ya zarf kirish kerak, ya masdar kirish kerak, ya jar majrur birga kirish kerak. Bo'lmasa, lozim fe'ldan ism maf'ul chiqmaydi. Endi ism maf'ulning erlik, birlik, erlik, ikkilik, erlik köplük, ayollik birlik, ayollik ikkilik, ayollik köplük şekildeki işletiliş şekli var. Mesela erlik birlik madrubun, madrubani, madrubune. Muşul çemde çıkıyor. Mef'ulun, mef'ulani, mef'ulune. Ayollik birliki madrubetun, madrubatan, madrubat. Muşul çemde çıkıyor. Xuddi mesela mef'uletun, mef'ulatun, mef'ulat. Muşul çem, muşununğa xuddi madrubetunun sağına o'xshash har qanday sharifliklarni muşul çemga salamiz. Şu şeriflikten artıq bilani çoğu dese mustaghfarun, mustaghfaran, mustaghfarun, mustaghfiratun, mustaghfirat, mustaghfiratan, mustaghfiratun. Muş ölçemde çoğu çıkıdı. Yani mustaghfarun erlik birlik, mustaghfaran erlik ikilik, mustaghfarun erlik köplük. Mustaghfiratun ayallık birlik, mustaghfiratan ayallık ikilik, mustaghfirat ayallık köplük. Muşu ölçem boyunca her qanday şeriflikten artıq bilini muşu ölçem boyunca çıqırımız. Endi bu yerda eskartishga tegishli bir gap. Ba'zi yillarda ismi maf'uldan ism fa'ilning o'lchami o'xshash shaklda chiqib qoladi. O'xshash bir qurilmada. Uning harakatlari o'xshash. Bu vaqtda buni qanday ayiramiz deganda jumlaning bosh oyoq qarab, qaysi munosib kelsa shu deb ayiramiz. Deydi: "Yajtami'u ahyanan ism fa'il va ism maf'ul min al-ghayr al-thulathi ala sighatin wahida fil mudha'af wal ajwaf." deydi. Ba'zi vaqtda
ismi fa'il bilan ismi maf'ul sulasining bosh qismidan bo'lgan ismi fa'il bilan ismi maf'ul mudaaf va ajab fiillarda bir siyg'ada jug'lashib qoladi. Ya'ni bir xil o'lchamda ham ismi fa'il ham ismi maf'ul chiqadi. Masalan, ixtaraka raisuka fa anta muxtarun va raisuka muxtar. Qaranglar. İxtaraka raisuka. Sening raising tanladi. Endi seni tanlagandan keyin sendan bo'lsa, fa anta muxtar, sen tanlang'uchi. O raisuka va raisingchi tanlag'uchi bo'ladi. Endi bu yerda tanlang'uchi va tanlag'unchining o'lchami bir xil keldi. Muxtarun. Endi bu yerda ma'nisi qarab turib, fa anta muxtar, sen tanlang'uchi deb bu yerdagi ism maf'ul ekan, va raisuka muxtardagi muxtar ismi fa'il ekan deb aytamiz. Chunki tanlag'ini kim o? Rais. Endi mudaaf fe'llardan shundaq ba'zi ahvollarda ism fa'il bilan ism maf'ulningki qurilmasi o'xshash bo'lib qolgan ahvollar bor. Masalan, shahadattu akhaka fa ana mushaddun va akhuka mushaddun deydi. Bu yerda shahadattu akhak. Men sening qarindishingni qanday qildim? Chaqadim degan ma'noda bo'lishi mumkin. Men chaqag'uchi qarindishingizcha chaqilg'uchi. Bu yerda chaqag'uchi bilan chaqilg'uchi ikkilasining o'lchami qanday keldi? Bir xil shaklda. Mushad. Buni shu ma'nosiga qarab ayiramiz. Wat tafriq bil qarina deydi. Bu yerdagi ayirish dalil bilan bo'ladi, deydi. Ya'ni ma'nosiga qarab turib qarina degani bir xil buningdagi bir tushuncha siyaq qarab turib qanday qilamiz? Ayiramiz. Endi buning ko'nikmasi to'g'ri javobni tanlaysizlar. İxtaril ijabata sahiha fi ma yali. Töndekilerden to'g'ri javobni tanlang deydi. Ism maf'ul yusag'u min al-fi'l al-thulathi al-mabni lil-ma'lum deydi. Ism maf'ul nimadan chiqariladi? Ma'lum o qurilgan uch harfli fe'ldan chiqarilamdi yoki majhul qurilgandimi yoki ma'lum mabni o'zini qaysini bo'lsa bo'laveramdi? To'g'risini tanlaysizlar. Mushu bo'yicha to'g'ri javobni tanlaysizlar. Endi üçüncüsü mushtaq qismlarning qaysi deganda sifatul mushabbiha. Bu sifatul mushabbiha degan o'xshag'uvchi sifat degan gap. Bu nimaga o'xshag'uvchi sifat? Nima uchun buning ismi sifatul mushabbiha bo'lib qolgan? O'xshag'uvchi sifat deb qo'yilgan desa, chunki bu sifatul mushabbiha nimaga o'xshaydi? Ism fa'ilga o'xshaydi. Biz ism fa'il degan ish harakatni qilgan kishini bildirish uchun chiqarilgan ism degan. Endi sifatul mushabbiha shunga o'xshash. Ammo o'xshamaydigan tarafi, o'xshash bo'lib qolsa nima uchun uni bildi? Hamma ism fa'il deb aytilganda o'xshamaydigan bir taraf bor. O qaysi? Sifatul mushabbihada ish harakatni qilgan odam, ya'ni ish harakatni qilgan odamni bildiradi, lekin bu subut yo'liga asosan, hudus yo'liga asosan emas. Ya'ni uningda davom bo'ladi. Masalan, Zaydun shuja'un. Masalan, shuja' desam, bu shuja'ni biz sifatul mushabbiha deymiz. Ism fa'il demaymiz. Bu shuja'ning sifatul mushabbiha chunki batur desak, bu baturlikdan iborat bir ish harakatni qilgan odam nima bo'ladi? Batur bo'ladi, shuja' bo'ladi. Ammo buningdagi baturlik bir vaqtlik, birdamlik ishmi? Yo'q, bu uzoq muddatlik, ya'ni o'lguchi bo'lgan bir sifat. Shunga ala vajhi thubut deb tushuntiradi. Deydi, sifatul mushabbiha degan nima desa, asma'un tusaghu lid-dalalati ala man ittasafa bil fi'li ala wajhi thubut. Sifatul mushabbiha deganimiz sharkat bilan subut yo'liga asosan sifatlangan kishi. Subut yo'liga, ya'ni davom bo'ladigan subut yo'liga asosan bir fe'l bilan bir sharkat bilan sifatlangan kishini bildirish uchun chiqarilgan ismlar. Subut yo'liga asosan sharkat bilan sifatlangan kishiga dalolat qilish uchun chiqarilgan ismlar. Masalan, karimul xulq, axloqi go'zal desam, bir odamning axloqi go'zal bo'lgan vaqtda nima bo'ladi? Karimul xulq bo'ladi. Shuja'un batur, bir odam batur bo'lgan vaqtda, baturlikdan iborat bu xil sifat bu odamda yuz bergan vaqtda bu nima bo'ladi? Shuja' bo'ladi. Nabil, isil degan gap, nabil, isil va aql degan ma'nosini ba'zi yerda ishlatiladi. Endi bu sifatul mushabbiha va la ta'ti illa min al-af'al al-thulathiyya al-lazima deydi. Bu sifatul mushabbiha lozim va uch harflik fe'ldan qanday qilinadi? Chiqariladi. Boshqa o'lchamdan chiqarilmaydi. Faqat lozim, mutaaddi emas, uch harflik, to'rt harflik emas, faqat uch harflik va lozim fe'ldan chiqariladi deydi. Endi buning o'lchami, vazni qanday bo'ldi? Ism fa'ilni fa'il o'lchamiga chiqarar ekanmiz, uch harflik bo'lsa. Ism maf'ulni maf'ulun o'lchamiga chiqarar ekanmiz. Sifatul mushabbihani qaysi o'lchamga chiqaramiz deganda, buning simoiy.
Faqat bir babninki qiyasi, ya'ni ölçümü var. Qolgan biz o'rgangan fe'lninki bablarining 3 harflik fe'lning qancha babi? 6 babi. Shu 6 babning ichidan 4-babning o'lchami va qolgan bablardan kelgan sifat mushabbihani simai. Arablar nima deb atagan bo'lsa shunda ishlatamiz. Deydi: "Va siyaghuha kulluha simaiya." Uning qurilmasining hammasini bo'ldi simai bo'ladi. Illa annal g'aliba fil fi'li min al-bab ar-rabi' bab tariba yatrab ay yakuna ala ahdas sigat al-atiya. Deydi: "Lekin ko'pincha hollarda bu bir ko'p xil holatni ko'rsatib chiqargan qoida, ko'p xil hollarda 4-babdagi fe'lda, qaysi 4-babdagi tariba yatrabu deydi. Xuddi fa'ila yaf'alu babi. Fa'ila yaf'alu. Mush 4-babda fa'ila yaf'alu babida tuvandagi qurilmalarning biri bilan cho'm bo'ladi deydi. Birinchisi 4-bab qaysi deganda fa'ila yaf'alu. Birinchisi ala vazni af'ala. Mush fa'ila yaf'alu babida kelgan fe'llarning muzakkirida, ya'ni erlikida sifat mushabbiha af'alu o'lchamiga asosan bo'ladi. Af'alu o'lchamiga asosan bo'ladi. Ayollikchi fa'la o'lchamiga asosan bo'ladi. Bir shart ya rangni bildirish kerak, ya ayibni bildirish kerak, yoki zinnatni bildirish kerak. Mushu shartlar aslida. Demak, fa'ila yaf'alu babidan sifat mushabbiha erliki af'alu ayolliki fa'la o'lchimida chiqadi. Cho'qim shu fe'lninki ya rangni bildiradigan ma'nosi bo'lishi kerak, ya bir ayibni bildiradigan ma'nosi bo'lishi kerak, yoki bir zinnatni bildiradigan ma'nosi bo'lishi kerak. Mushu shart topilsa, erliki af'alu ayolliki fa'la o'lchimida sifat mushabbiha chiqadi deydi. Masalan, rangni bildiradigan xadira yaxdaru, yashil bo'ldi degan bo'ldi. Xadira yaxdaru fa'ila yaf'alu o'lchimida. Endi bu rangni bildirdi, shartga tushdi. Shunaqla 4-babdan buningdan ismi tafsil nima chiqadi? Nima sifat mushabbih qanday chiqadi? Af'alu o'lchimida chiqadi. Ya'ni xadiradan axdaru. Ayollikchi fa'la o'lchimida xadra'u chiqadi. Sawidadan aswadu. Ayollikki savda. Hamiradan ahmaru. Ayollikki hamra. Fa'la o'lchimida chiqadi. İkincisi nima yoki ayibni bildirish kerakdi. Masalan, g'ayri mahbub bo'lgan sifatlar hammasi yaxshi ko'rilmaydigan sifatlar. Masalan, awira fa'ila o'lchamida 4-babga tushdi. Shundaqla bu tuka bo'lib qoldi degan gap. Tuka degan yaxshi sifatmi, yomonmi? Yomon. Demak, buni o'lcham tushdi ekan. Unda bo'lsa, buning erlik sifati mushabbihasi a'var, tukur degan gap. Ayollikchi awra, amiya qora bo'lib qoldi. Bu bir ayib. Shundaqla fa'ila o'lchamida amiya, fa'ila. Unda bo'lsa, buning sifati mushabbiha erliki a'ma af'al o'lchamida. Asası a'mayu. Ayollikki amya'u fa'la o'lchimida havila olg'ay degan gap, havila degan olg'ay. Endi buningda erliki ahval ayollikki havla o'lchimida chiqadi. Bumi ayib bo'lganlik uchun. Endi uchinchisi nima edi? Yoki zinnat bo'lishi kerakdi. Zinnatni bildiradigan fe'llardimi qaysi xil o'lchamda? Cho'qim fa'ila o'lchim bo'lash yoki ayib yoki rang yoki zinnatni bildirish shartlandi. Endi bu zinnatni, shunday zinnatni bildirdi. Shunday fa'ila o'lchamda erliki af'alu ayollikki fa'la o'lchami chiqdi. Masalan, amthilatun anil hulya masalan zinnat to'g'risidagi misollar hammasi mahbub sifatlar. Masalan, da'ija. Da'ija degan gap ko'zi shahlo ko'zlik degan gap. Da'i shahlo ko'zlik bo'ldi degan gap. Unda bo'lsa bu bir mahbub ekan. Da'ija deb fa'ila o'lchamda ekan. Unda bo'lsa buning erlik qanday chiqadi? Ad'aju. Ayollikchi da'ja'u. Havira degan gap qora ko'z bo'ldi degan gap. Bu yaxshi sifat. Erlikki ahvar ayollikki havra'u. Hayyipadan ahyafu erlikki hayfa ayollik. Bunun ko'p erlik ishlatilmaydi. Chunki bu zilvaboy degan gap. Zilvaboy degan sifat nima qo'llanmaydi? Erlarga qo'llanmaydi. İkincisi ala vazni fa'lan fil muzakkar. Hem ikincisi şu fa'ila o'lchimida kelgan 4-babdan ikinci shart qaysi? Ikinci xil o'lcham qaysi o'lcham bor desa, bu sifat mushabbihani birinchi o'lchami qaysi? Af'alu fa'la. Tundagi shart aslida. Ya'ni ya rang olishni bildirish kerak yoki ayibni yoki yaxshi sifatni. Ham ikinci xil o'lchami sifat mushabbihaninki fa'lan erliki. Ayollikchi fa'la. Erliki fa'lanu, ayollikki fa'la. Deydi ikincisi erlikda fa'lanu o'lchamda chiqadi, ikinci o'lchami.
Ayollıqda fa'la ölçümüdür çıxıdı. Qanda olsa şu fe'lning ma'nosi yoki imtilo, to'shishni, bir narsaning to'shqanligini ifodalasa yoki bo'sh qolganligini ifodalasa. Mushu shartlar bilan fa'lanu erligi, fa'la ayollik o'lchamida sifat mushabbiha chiqadi. Masalan, bir narsa tushab qilishni bildirishning misoli shabi'a 4-bobdan fa'ila o'lchamda. Hamda buningda nima chiqadi? Qaysi o'lcham chiqadi? Bu tushab qolganlikni bildirganlik uchun fa'lani o'lchami chiqadi erlik uchun. Shab'an nega qo'zqam to'q degan gap. Ya'ni qo'zoqning to'shqanligini qanday qildi bildiradi. Ayollik uchun shab'a. G'adiba g'azablanishmi ichi qattiq ochiq to'lg'an vaqti chiqdi. Shunday o'shunga g'adban fa'lan o'lchimida. G'adba ayollik. Sakira sakrani aqli g'oyib bo'lib bir xil. Bu bir to'shqanlikni ifodalaydi. Maslikka to'shqanlikni qanday qildi ifodalaydi. Maslikka to'shqanlikni. Shunga sakra ayollik. Demak, mana bu ikkinchi o'lcham. Birinchi o'lcham af'alu erligi, fa'la ayolligi. Rangni, ayibni, zinatni bildirsa. Ikkinchi o'lcham fa'lanu erligi, fa'la ayolligi, imtilo yoki xuluni ifodalasa. Ham uchinchi, endi xuluni misollari qapta. Xuluni misollari masalan atisha ustida degan gap, ya'ni bu bo'sh qolganlikni ifodalaydi. Uning qo'sqi suvdan bo'sh qolgandan keyin buning o'lchami atishanu bo'ladi, ayolligi atisha bo'ladi. Ja'a asasi nima? Jawi'a fa'ila o'lchamda jav'an ayolligi jav'a, zami'a zam'an, zam'a o'sha o'lchamda. Uchinchi o'lchami sifat mushabbihaninki fa'ilun o'lchamida, erligi fa'ilun o'lchamida bo'ladi, ayolligi cho fa'ilatun o'lchamida bo'ladi. Qanday bo'lib qolsa desa, bu nafsi ruhiy sifatni bildirsa. Deydi ala wazni fa'ilun fil muzakkar. Erlikda fa'ilun o'lchamiga asosan va fa'ilatun fil muannas va ayollikda fa'ilatun o'lchamiga asosan bo'ladi agar shu fe'l ruhiy sifatni bildirsa. Ruhiy sifat degan qanday? Xushal bo'lish, qayg'urish deganga o'xshaydi. Bu cho'qim fa'ila 4-bobdan bo'lish kerak, ha? Hammasida 4-bob shart. Masalan, fariha buningdan sifat mushabbiha qanday chiqadi? Farihun. Farihun. Ana farihun desam men xushal degan gap. Farihatun ayolligi. Fatinundan fatinun, fatinadan fatinun chiqadi. Ayolligi fatinatun, zirakchican degan gap. Bu bir ruhiy sifat shunday-ku. Shariha. Shariha. Bu ochko'zlik qildi degan gap, ha? Ochko'zlikmi odamning ruhiy sifat. Sharihadan sharihun chiqadi, ayolligi sharihatun, ochko'zlik degan gap. Mana shunga o'xshagan yig'ib aytgan vaqtimizda sifatul mushabbiha deganimiz bir subut yo'liga asosan, doimlik yo'liga asosan bir sifat bilan, ya'ni bir fe'l bilan sifatlangan kishini bildirdi. Batur, Qaysar, Sahiy deganga o'xshagan. Buningki o'lchami simoiy bo'ladi, faqat sulosiy babninki 4-bobidan kelgan. Ya'ni fa'ila yaf'alu bobidan kelgan fe'llarninki 3 xil o'lcham bor. Birinchisi af'alu erligi, ayolligi fa'la. Bu ya rangni yoki ayibni yoki zinatni bildirish kerak. Ikkinchi xil o'lchami erligi fa'lanu ayolligi fa'la o'lchamida bo'ladi. Cho'qim shu fe'lning ma'nosi yoki bir narsani tushab qolganligi yoki bosh qolganligini bildirish kerak. Uchinchidan fa'ilun yoki fa'ilatun o'lchamida chiqadi, ayolligi fa'ilatun. Qanday bo'lsa, cho'qim shu fe'lning ma'nosini bilish kerak, ruhiy sifatlarni bildirish kerak. Endi yuqoridagi shartlar tepilmasichu qanday bo'ladi? Bu xilma-xil o'lcham yo'q, simoiy shaklda bo'ladi. Deydi, "İza lam tatawaffar fil fi'l ash-shurut al-musajjala a'la." Endi yuqorida musajjal tizimga elingan, ya'ni yuqorida deyilgan shartlar fe'lda tepilmasa, ya'ni u yoki fa'ila babini emaskan. Shundaqo. Ya'ni kay yakuna al-fi'lu ala wazni fa'ula aw fa'ala. Xuddi masalan fe'l yoki fa'ula yoki fa'ala babidan bo'lganga o'xshagan. Fa'ila ortiq faqat chunki fa'ila, ammo fa'ula yoki fa'ala babidan bo'lmasa, shunda shu shartga tushmasa, fa inna sifatul mushabbiha jazman sifatul mushabbiha xilma-xil o'lchamlarda chiqadi. Buning o'zi vaqtda o'lcham bo'lmaydi. Arablar nima degan bo'lsa shunda ataymiz. Masalan, xilma-xil ataydi arablar sifatul mushabbihani o'lchamlarini. Hamda biz yuqorida o'qigan mazmunni ixchamlasak, sifatul mushabbiha
اسم مشتق من فعل لازم ليدل على من قام به الفعل بمعنى الثبوت. Bu lazım fiilden çıkarılgan ism mushtaq bo'lib, fiil uning bilan tug'an kishini qanday qildi bildirish uchun lazım fiildan chiqadi. Subut ma'nosi bilan deydi. Subut ma'nosi bilan fiil uning bilan tug'an kishini bildirish uchun lazım fiildan chiqarilgan ism. Masalan, hasanun güzel. Güzel desek bu güzellikni iborat bu bir xil sifat bu odam bilan qanday qilib tug'an bo'lsa, lekin uni hasan deymiz, güzel deymiz. Shuja, batur bumi o'xshash. Uningki sulasi mujarrad, lazım sulasi mujarraddan bo'lgan vaznlari fa'ilun ya'ni fa'ila o'lchimida kelgan lazım mujarrad fiildan 3 xil o'lchamda chiqadi. Birinchisi af'alu fa'ila fiildan, uning ayoliqi fa'la rangni bildirasi bo'ldi. Masalan, ahmar deganga o'xshagan yoki ayibni bildirish kerak, xuddi a'ma deganga o'xshagan yoki zinani bildirish kerak, akhal deganga o'xshagan, akhalu deganga o'xshagan. Yani surumlik degan gap. Ikkinchi xil o'lchami fa'lan, bu fa'ila degan fiil degan o'lchamdan chiqadi. Uning ayoliqi fa'la bo'ladi. Bumi ya xulu boshqalarni bildirish kerak, atshan deganga o'xshagan yoki imtilo to'shashni bildirish kerak, shab'an deganga o'xshagan. Uchinchisi fa'ilun, bumi fa'ila degan babdan chiqadi. Uning ayoliqi fa'ilatun. Bu ichki kasalliklar yoki ichki sifat deb asanlab bo'ldik. Ichki kasalliklar, masalan, vaja'a deganga o'xshagan yoki ichki xulq adwaul xilqiyya, ya'ni yoritilma kasalliklar, masalan, qaliqun andishlanish yoki g'am qayg'uni, xuddi farih huzn deganga o'xshagan yoki nimani xushalliqni bildirish kerak, xuddi farihun deganga o'xshagan. Buni yig'ib aytgan vaqtimizda ruhiy sifatlar deb e'lonlanadi. Bu yerda boshqa kitoblarda shunday ayiribdi, shunga bu yerda men ayirib tushuntirib qo'ydim. Ya'ni fi ma dalla al adwa'ul batin, ichki kasalliklarni bildirish kerak. Masalan, vaja og'ridi, masalan, ichi og'ridi. Yoki yoritilma kasalliklar, ansirash deganga o'xshagan, aw ala huzn yoki g'am qayg'uni va farh yoki xushalliqni, xuddi hazinun farihun deganga o'xshagan. Hammasini buniki yig'ib aytgan vaqtimizda ruhiy sifatlar. Biz endi yuqorida mushxil o'lchamda faqat fa'ila babida kelgan fiilninki shunday bo'lganligi, uning sirtida ya'ni biz yuqorida so'zlagan shartlarga tushmagan fiillarninki xilma-xil o'lchamda bo'lganligini dedik. Unda qaysi o'lchamlar deganda, masalan, buning ko'p buningki bir qanchisini so'zlab o'taman. Masalan, simoiy bo'lgan sifat mushabbihani o'lchamlaridan fa'ilun, xuddi azimun deganga o'xshagan, azuma degan fiildan chiqqan, fa'alun xuddi shuja'un, fa'alun shuja'un. Shuja'un buni nima deymiz? Sifat mushabbiha deymiz. Lekin bu simoiy o'lchamda kelgan. Bu qaysi fiildan? Shaju'a, fa'ula o'lchamida kelgan. Ya'ni shartga tushmaydi. Fa'ila bo'lishi kerak. Fa'alun o'lchamda bo'ladi, hasanun deganga o'xshagan. Hasanun nima? Sifat mushabbiha. Bu hasuna degan fiildan chiqqan, fa'ula. Fa'ulun vaqurun, ya'ni tamkin desak, bu bir sifat mushabbiha. Bu vaqara, fa'ala o'lchamida keldi. Ya'ni fa'ala degan o'lchamga tushmaydi. Fa'lun xuddi sa'bun deganga o'xshagan tas. Sa'uba degan fiildan chiqqan. Demak, yuqoridagi o'lchamlarga tushmasa, bu shunda xilma-xil o'lchamlarda keladi deymiz. Bunda bu saboqlashlar bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Oxirida ko'nikma berilgan, buni sizlar ishlaysizlar. Ko'nikmaning talabi ayyin fi ma ya'ti as-sifatul mushabbiha wa bayyin waznaha deydi. Tuandagi sifat mushabbihaning muayyanlashtiring, uning vaznini bayon qiling. Buning uchun qaysi sifat mushabbihasini ayiraysizlar. Masalan, at-ta'iru jamilun rishuhu hasanun manzaruhu. Yani ikkidan sifat mushabbiha va birisi hasanun, yana birisi jamilun. Hasanun bu simoiy o'lchami mu fa'ilun, hasanunninki simoiy bo'ldi, o'lchami mu fa'alun, jamilun o'lchamichi yana fa'ilun. Mush xil shaklda ayiraysizlar. Unda bo'lsa vaqtlasha bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelar soatlik darsda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.